Ayolingizga oxirgi marta qachon gul sovg'a qildingiz? Ayolimgami? To'yda bo'lsa kerak. Gul berganimni eslolmayman. Qani edi? Xo'jayini xotini ham gulga xursand bo'lsa edi. Yo'q. Tilla taqim javob beradi. Lekin Voy. Tillama. Tug'ilgan kunimga brilliant komplekt berasiz deb o'yladim. brilliant bo'lmasa xursand bo'lmaydi. Bu oldingi yildagi moda, bu yilgi modani olib bering. O'rtoqlarim shunaqasidan taqvotdi. O'rtog'im Meri brilliant komplekt beruvdi. Mayli, rahmat. Xullas, xo'jayinga qiyin. To'g'ri aytasiz. Xo'jayin ishladi, mashina oldi, pul topdi. Hech kimdan kam joyi yo'q. Lekin hadya bersa xursand bo'ladigan odam kamaydi. Kim bilan o'tirib qolsa faqat manfaat uchunday go'yo. Siz nimadan xursand bo'lasiz? Manmi? Qizim bor. 3 oylik. Men shu yerda yotib, shu yerda ishlayman. Ular uyda qolishgan. Men buni ustiga o'tirib oldim. Ekranini sindirib qo'ydim. 1,5 oy bo'ldi. Qizimni video qo'ng'iroqdan ko'rib turardim. Shu telefonni sindirib qo'yganimdan beri qizimni ko'rolmayapman. Pul yig'yapman. Ekranni qo'ydirib olsam yana qizimni ko'raman. 1,5 oyda ancha o'zgarib ketgandir. Agar shu telefoningizda qizingiz bilan bemalol video orqali har kuni ko'rib tursangiz xursand bo'lasizmi? Nima deganingiz bu? Albatta. Qizimni ko'raman-ku. Mendan baxtli odam bo'lmasa kerak. Yaxshi. Hammada orzu har xil. Hamma narsam bor. Ishim, farzandlarim, ota-onam, ayolim. Baxtli inson ekansiz. Sizning gaplaringizga qaraganda xo'jayiningizdan baxtliroq odam bo'lib chiqyapman. Faqat pulim yo'q. Rahmat. Har qati shirin ekan. Aka, uzr, vaqtingizni oldim. Yema beraman, siz o'tiravering, xo'pmi? Hozir.